Bugun siz keyingi vaqtlarda juda ko'p eshitayotgan targeting yoki target reklamasi haqida gaplashamiz. Odatda tadbirkorlar reklamadan qochishadi, chunki reklama ularni mablag'larini, pullarini sovurishga teng deb qarashadi. Zamon o'zgardi, azizlar. Va targeting reklamani aynan sizni byudjetingizni, sizni pulingizni sovurmasdan sarflanadigan shakli. Siz targeting orqali nimalarga ega bo'lasiz? Birinchidan, siz maqsadli auditoriya, ya'ni aynan o'zingizni potensial klientlaringizga reklama qilasiz. Butun O'zbekistonga yoki butun Toshkentga emas. Misol uchun, sizning xizmatlaringiz yoki sotilayotgan tovarlaringiz bolalarga oid bo'lsa, yoshi katta erkaklarga yoki yosh bolalarga emas, yosh bolali ayollarga taklif qila olishingiz mumkin. Bu orqali siz o'z byudjetingizni iqtisod qilib qolasiz. Ikkinchisi, bu siz reklamangizni analitikasi bilan shug'ullanishingiz mumkin. Misol uchun, reklamangiz samarasiz deb hisoblasangiz, unda ba'zi bir o'zgarishlarni amalga oshirish orqali siz reklamangizni yanada jonliroq qilib, yanada samaraliroq qilishingiz mumkin. Bu esa sizni sotuvingizni ko'rsatkichlari o'z ko'zingizni oldida o'sishini ta'minlaydi. Shuning uchun tadbirkorlarga men tavsiya qilardimki, yoki targetni mukammalroq o'rganishni yoki bo'lmasa bu soha vakillariga shu masalada murojaat qilishlarini. Albatta biz ham xuddi shunday xizmatlar ko'rsatamiz. Buning uchun sizga Telegram va telefonlarimiz orqali murojaat qilishni tavsiya qilamiz.